Assalomu alaykum aziz do'stlar, 3D Group kompaniyasining kuzatuvchilari. Meni ismim Ziyodullo. Men 3D Group kompaniyasining menejeri bo'laman. Bugun sizlar bilan o'z opitlarimni bo'lishmoqchiman. Xo'p, bu video asosan kimlar uchun? Bu video asosan o'qishni tugatgan, marketplace'dan xabari borlar uchun. Agar videoda xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman, chunki bu video meni birinchi videoyim. Bugun sizlar bilan qanday tovar tanlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, qanday to'g'ri tovar tanlash kerak, hammasini ko'rib chiqamiz. Tovar tanlashda eng muhim bo'lgan narsalardan bittasi bu shoshilish. Nima uchun shoshilish? Ko'pchilik yangi sellerlar shoshilgandan xato tovar tanlab qo'yishadi. O'qishni tugatgandan keyin analiz yaxshi qilmasdan, unit ekonomikasini hisoblamasdan tovar tanlab qo'yishadi. Shuning uchun sizlarga maslahat, shoshilmasliklaringizni maslahat berardim, chunki o'zimizni boshimizdan o'tgan vaqtida biz ham shoshilganimizdan xato tovarlar tanlab qo'yganmiz. Imенно platiyaga kirganmiz. Yangi yil oldi bilan platiyalarga yaxshi sotilgan platiyalar, lekin biz nimani hisobiga olmaganmizda, klient покупка vykupini hisobini olmaganmiz. Tovar borgan, yaxshi sotilgan, bizdan ketgan, yaxshi zo'r sotilgan, biz orqasidan jo'nataverganmiz, lekin klientga borgandan keyin obratno qaytavergan. Chunki bu bizni shoshilganimiz bo'lganda, yaxshi tekshirmasdan shoshilib olganmiz. Shuning uchun sizlarga maslahat berardim, hech qachon shoshilmasdan tovar tanlab olishlaringizni maslahat berardim. Chunki tovarni boshida tanlash uchun ko'proq vaqt ajratsalaringiz, undan keyin sotishi osonroq bo'ladi. Ko'pchilik sellerlar boshida tovar tanlashga kamroq vaqt ajratadi-yu, keyin sotishiga ko'proq vaqti va puli ketib qoladi. Shuning uchun boshida lучше shoshilmasdan yaxshi tovar tanlash kerak. Chem postavkalarni qilib, xraneniyasiga rasxod qilib, reklamalarga ko'p pul to'lab, stavkalarni tekshirmay, stavkalariga pul rasxod qilib yotgandan ko'ra, boshida yaxshi analiz qilish kerakda, zo'r tovar tanlash kerak. Ana undan keyin savdoga chiqish kerak. Narsalaringizni topolmagan bo'lsangiz videoda, biron savollaringizga javob bera olmay ketgan bo'lsak, обязательно chatga или lichnaga yozingizlar, javob beramiz. Agar ko'pchilikda savollar bo'lsa, biz может Zoom tarzda savollaringizga javob berishimiz ham mumkin. Hammalaringizga omad. Videoni boshlaymiz. Tanlashda eng muhim bo'lgan narsalardan bittasi bu analitik servislar. Bu bir necha xil turlari bor analitik servislarda. Men o'zim ishlatadigan bu MPSTAS. Bugun sizlar bilan MPSTASda qanday tovar to'g'ri tanlash kerak, qanday stavkalarni ko'ramiz, hammasini shu MPSTAS men sizlarga ko'rsatib boraman. Bugun bizga kerak bo'ladigan modul bu VB moduli. Bugun VB modulini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Qanday tovar tanlash kerak, stavkalarni, xullas hammasini shu yerdan ko'rib chiqamiz. Birinchi variant tovar tanlash bu kategoriyaga kirgandan keyin kategoriyaga kiramiz. Undan keyin bizga har xil kategoriyadagi tovarlar chiqib keladi. Masalan, o'zingizga yaqin bo'lgan nimani vibrat qilasiz. Sizga farqi yo'q, qaysi o'zingizga yaqinroq, qaysi tovarlarni yaxshi tushunasiz, ili o'sha tovarlarni siz bozorlarda ko'rgansiz, ili boshqa joylarda sotilishini ko'rgansiz, sizni o'zingizga yaqin, ko'zingiz yetadi sotishingizga, o'sha tovarni masalan o'sha kategoriyani vibrat qilasiz. Masalan, dom bo'lsa, domni vibrat qilamiz. Masalan, domdan keyin domni ichida отдельный yana kategoriyalari bor. Masalan, spalniy, kuxniy, хозяйственный tovar, детский, shular hammasini ko'rib chiqamiz. O'zimizga yoqqan bitta kategoriyani vibrat qilamiz. Masalan, keling bittasini tanlab ko'ramiz. Keling birinchisini tanlaymiz. Masalan, jenshinani tanlaymiz. Uni ichida keling yana birinchisini vibrat qilamiz. Boshli razmer kirgandan keyin jinsi, buriki, верхняя одежда, platya, sarafani. Lучше keling platyaga kirib ko'ramiz. Platyani vibrat qilishdan oldin bunaqa отчетga kiradigan nima bor, knopkasi bor, o'shanga bosamiz. Bizga отдельный tablo ochib beradi, отдельный tablitsa ochiladi. Unda nimalar ko'rsatiladi? Magazin, nechta magazin продает sotyapti, qancha vyruchkasi bor, grafikasi, odzivlari, hammasi ko'rsatib boriladi. Keyin sizlar bilan birinchi o'chratda biz filtr qilib olamiz, chunki filtr qilishimizdan maqsad o ochliklar bilan biz yangi sellerimiz, bizning оборотimiz
masalan оборотga pulimiz 200-300 ming, bunaqa sellerlar bilan biz masalan оборот unaqa katta ovoshliklar bilan biz konkurensiya qila olmaymiz. Shuning uchun bizga faqat ipeshniklar qoldirishimiz kerak. IP yozamizda enterda bosamiz, только ipeshniklar qolishadi. Undan keyin biz shunaqa tovar tanlashimiz kerakki, что tovar yangi bo'lsin. Yangi bo'lsa ham masalan tovarni har kunlik продажасы stabilniy bo'lishi kerak. U продажа har kungi продажасы stabilniy bo'lgandan keyin u tovar masalan yangi bo'lsin, отзывы kam bo'lsin, что biz ham kirganimizda boshlanishidan savdomiz boshlanishi kerak. O'shaning uchun biz shunaqa tovar tanlaymizki, что sprosi bor, har kun stabilniy sotyapti, и отзывы ham kam, tovar yangi. Shunaqa tovar tanlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Hozir yana bitta filtr qilamiz. U filtr отзыв bo'ladi. Отзывni masalan olamiz. Masalan bir shtukdan to 100 shtukgacha bo'lgan, masalan 1 shtukdan 100 shtukgacha bo'lgan nimani отзывы bor kartochkalarni chiqarib berishini filtr qilamiz. Filtr qilgandan keyin birinchi o'chirada bizga ko'rinyapti, masalan delение платья narxi, masalan количество sotilgani, masalan продажасы 216 ta 766 mingga sotilgan. Masalan buni ko'rib chiqsak ham bo'ladi, yaxshi variant. Masalan hozir keyin bu yerda наличие 58 shtuk ekan, unchalik katta nimasi yo'q. Xo'p, biz konkurensiya bo'la olamiz bundan. Keyin masalan yana qarab kelsak, tovar bor, platya, mana shunaqa platya, masalan platya oversize 199 ming pushning summasi bor, 133 mingga sotilgan. Bu tovar bir kun sotilgan, tugagan. Bu ham tovar, masalan bu narsani buni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Nimaga ko'rib chiqsak bo'ladi? Chunki ostatkada bor kuni tovar sotilgan, ostatkada yo'q kuni tovar upushnga chiqib ketgan. 199 ming upushnisi bor ekan. Лучше bizni nimamizda masalan birinchi turgan kartochka yaxshiroq o'xshaydi. Masalan chem birinchi, ikkinchi kartochka normalniy. Shuni ko'rib chiqamiz. Hozir nima qilamiz? Ustiga bitta bosgandan keyin ustiga bosamiz. Bunaqa отдельно yana tablo chiqib xarakteristikalarni polni chiqarib beradi. Masalan, ko'rib turishlaringiz mumkin. Tovar средний vыручка den 25.650 rubl, lekin vykupni ko'ryapsizlarmi? 29%. Bu degani вообще возвраты слишком ko'p. 10 tadan 3 tasi sotib olinsa, 7 tasi возврат bo'lyapti. Bu tovarga kirish вообще не стоит. Bu просто men sizlarga obrazец ko'rsatyapman. Qanday qilib tekshirilishi kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak. Bu yerda ahamiyat berilgan narsa, masalan hozir ko'rsatilgan foto almashgandan keyin ostatkasi turibdi, sotiladigan kuni o'sgan 18 ta, eng ko'p pik vaqti 18 shtuk kuniga sotilgan. Undan keyin 15 tadan hozir tushibdi. Sredniy buyog'i standartni ketyapti sotilishi. Necha pul vaqti, necha pul qancha sotilgan, uni ko'rish uchun masalan senani ko'chat qilib turib ko'rsak bo'ladi. Masalan oldin 3745 rubl bo'lgan, sotuv bo'lmaganiga narxni tushirgandan keyin 3400 qilgan, sotuv boshlangan. 3400 da undan keyin 3445 qilgan. Eng yaxshi sotilayotgan narxi 3445 rubl ekan. 3445 rubl bu nima bilan, SBP bilan. Xo'p, keyin ostatkasiga kelsak, ostatkasini masalan ko'rib turishlaringiz mumkin. Ostatkasi hozir 89 shtuk qolibdi. Ostatka oxirgi vaqtlar 65 ta, 59 ta, 58 ta qolibdi. Ularga ahamiyat berish kerak. Masalan pastga tushsak, pastga tushgandan keyin mana bunaqa joy bor. Bu yerda videomiz degani ko'rsatgan odamlarga ko'rsatgan, klientlarga ko'rsatgan, qanaqa ko'rsatganligi haqida informatsiya ko'rib turibsizlar. 6 ta masalan ko'rsatgan 6-joyda. Bu qanday 6-joyga chiqqan desangiz, ustiga mishkani olib borsangiz sizga ko'rsatib beradi. Sredniy bez reklama 6-joy, reklama yoqqan ham 6-joyga chiqqan. 251 rubl 1000 ta prosmotrga to'lagan. Bu zo'r. 250 rubl platya uchun bu yaxshi. 6-joyga chiqqan bo'lsa zo'r. Agar 250 rubl bilan 6-joy bu degani idealniy degani.
99-oyda masalan 6-oyga chiqqan, xuddi shunday 250 rubl to'lagan, avto reklama yoqqan, mana bez reklama 82-oyda turibdi. Reklama bilan yana xuddi shunday 251 rubl bilan 5-oyga chiqqan. Xuddi shunaqa tovarlarni bitta ko'rib chiqib, hammasini o'zingizga yaqin bo'lgan tovarlarni xuddi shunaqa ko'rib chiqasiz. Ko'rib chiqqaningizdan keyin bitta tablica sozdавать qilib turib, bozorlarga borib, bozorlardan o'sha tovarni qidirib ko'rib, или производительlarga zakaz bersangiz bo'ladi. Hozir bu birinchi variant edi. Endi ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa. Variant tovar tanlashimiz xuddi shunda birinchisida ko'rganimizdek MPSSga kirib turib, undan keyin VB modulga kiramiz. VB modulga kirgandan keyin xo'p, kategoriyani tanlaymiz. Kategoriyaga kirganimizdan keyin pastda nima bor? Skachat degan joy bor. Skachat qilamiz. Excel variantida skachat qilamiz. Bu tablicani skachat qildik. Masalan, Excel variantida skachat qilib olamiz. Skachat qilib olganimizdan keyin men sizlarga tavsiya berardim Google tablicada ishlashni, chunki Google tablicada ishlash oson va ko'p qulayliklari bor. Masalan, mana skachat qilib olamiz hozir. Men oldinroq skachat qilgandim. Shu hisobiga hozir boshqatdan skachat qilib sizlarga ko'rsatish uchun skachat qildim. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. 3 ta kategoriya: viruchka, продажа, kategoriya. Biz nima qilamiz sizlar bilan? Yana bitta nima tanlab olamiz. Bu yerga check deb yozamiz. Check deb yozib turib, bu nimaga check? Sredniy checkda, sredniy necha pulga tovar sredniy necha puldan sotilyapti, o'sha narsa sredniy check deb bu yerga yozib olamiz. Hozir buni ham ko'rsatib boraman qanday hisoblashni. Hozir buni qanday qilamiz? Hozir birinchi o'chratda buni filtr qilib olamiz. Nimaga filtr qilib olamiz? Chunki bu yerda hozir ko'rib turishlaringiz mumkin 12872 ta kategoriya tovarlar bor. Shundan biz o'zimizga kerakli bo'lganini olib qolishimiz kerak. Buning uchun biz filtrovat qilib turib, ichidan kerakmasini ochib qilamiz. Masalan, mana sozdат filtr qilamiz. Sozdат filtr qildik. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Filtr nimasi paydo bo'ldi. Biz qaysi kategoriyani olmoqchimiz, o'shani biz birinchi nima qilishimiz kerak? Masalan, biz bo'ladiki 4 ta 5 ta kategoriyani birdaniga ham olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin kelinglar, biz sizlar bilan bugun faqat bitta kategoriyani ko'ramiz. Qaysi kategoriya masalan yaxshi o'syapti, o'sha kategoriyani ko'rib chiqamiz. Jinsi bor ekan, masalan, kostyumi bor ekan. Birinchi biz platiyani ko'rgandik. Plyajni moda bor ekan, mana yaxshi o'sgan. Plyajni moda ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, keling plyajni modani ko'ramiz. Bo'lmasam, plyajni modada biz hozir ko'rib chiqamiz. Plyajni modani tablisaga kiramiz. Filtr qilganimizdan keyin bu yerga birinchi zabros qilib turib, bu yerga yozamiz. Plyajni moda qilib turib, plyajni modani yozamiz. Plyajni modani yozganimizdan keyin hammasini tanlaymiz, OK qilamiz. Bizga mana chiqarib berdi plyajni modani. Bor plyajni modaga to'g'ri keladigan kategoriyadagi tovarlarni masalan mana ko'rib turishingiz mumkin. Hozir 21 ta qoldi. Yana buni ustida hozir ishlaymiz. Masalan, sizlarda bo'lishi mumkin 1000 ta, 2000 ta, 4 ta, 5 ta kategoriya tanlasangiz, xuddi shunaqa filtrda tanlab olsangiz bo'ladi. Masalan, mana filtrga kirasizlar, xuddi shu yerga yozasizlar. Hozir masalan platiya deb yozasizlar. Platiya deb yozib turib yozsak, masalan, platiyani vibrat qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biz hozircha faqat bitta kategoriyani ko'ramiz. Undan keyin masalan viruchkani ko'rishimiz mumkin. Viruchka masalan 1000 ta, 2000 ta bo'lsa, shundan biz o'zimizga 10 mingdan, 10 million, 20 milliondan masalan 10 milliondan ko'pini o'zimizga olib turib tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasam o'zimizga qanchalik to'g'ri keladi. Masalan, men tekshirsam 10 milliondan tepasini tekshirmoqchi bo'lsam, masalan, bu yerga yozaman 10 million deb. Xo'p, shunda 10 million deb yozaman. 10 milliondan ko'pini menga ko'rsatadi. Masalan, mana ko'rib turishingiz mumkin. 10 milliondan ko'pini ko'rsatadi, qolganini qiladi. Masalan, ko'rsatmaydi. Продажani ham xuddi shunaqa shtugini ko'rsatishimiz mumkin. Keyin sredniy chekni qanday chiqaramiz? Sredniy chekni masalan
formula qilamiz. Birinchisi mana shu общий summadan nima qilamiz, bo'lamiz, nimani sotib oladigan tovarni bizga chiqarib beradi. Masalan, mana bitta tovar sredni 1745 rubldan ekan. Buni biz uni olib turib, agar pastga tortadigan bo'lsak, hammasini sredni chiqarib beradi. Sredni hisoblab chiqarib beradi. Ana endi nima qilamiz? Buni ham xuddi shunaqa, sizda agar kategoriya ko'p bo'lsa, tovaringiz ko'p bo'lsa, xuddi shunaqa bu yerda kirib turib, nima filtr qilib olsangiz bo'ladi. Больше, masalan 2000 dan больше summani ko'rsat deb chiqarib bersangiz, sizga faqat 2000 dan ziyod bo'lgan summalarni chiqarib beradi. Xuddi shunaqa filtr bo'ladi. Filtr bo'lgandan keyin hozir biz sizlar bilan endi tovarlarni podrobniy очистка qilamiz. Ularni ham ko'rsatib boraman. Faqat bizda hozir biz bugun ko'rib sizlar bilan ko'radigan bitta kategoriyani ko'ramiz. Xuddi shu tarzda sizlar o'zlaringizga masalan 5 ta 6 ta kategoriyani birdaniga tekshirsangiz ham bo'ladi. Xuddi shu tarzda masalan filtr orqali bu eng oson va tez bo'ladigan va aniq, yaxshi ko'rsatadigan, to'g'ri ko'rsatadigan analizlardan bittasi. Bu analizdan keyin bu analiz qilib turib tovar tanlasangiz, albatta sizda prodaja bo'ladi. Chunki bu analizdan keyin hozir bundan keyin biz sizlar bilan stavkani top 10 talikda, top 100 talikda, top 1000 talikda ham hammasini ko'rib chiqamiz. Hozir undan oldin biz bularni tozalab chiqamiz. Masalan, mana ko'ryapsizlar, duplikat so'zlar bor. Duplikat so'zlarni olib tashlaymiz. Ichidan o'zimizga kerakli narsalarni olib qolib, qolganlarni очистка qilib turib, keyin uni ustida ishlaymiz. Buni qanday qilamiz? Buni 3 tasini shunday ajratib olib turib, yonidan 3 ta pustoy joy qilamiz. Pustoy joy qilgandan keyin buni hammasini shunday ajratib olib turib, daniga kiramizda razделить qilamiz. Razделить qilgandan keyin настроить qilib turib, slashni bosamiz. Slash bosgandan keyin avtomatik slashdan keyingi bo'lgan so'zlarni ajratib beradi, avtomatik ajratib beradi. Endi nima qilamiz? Bu plyajni modda общий bo'lib ketyapti. O'shani hisobiga biz mana ikkita xatni o'chiramiz. Ikkita xatni o'chirib turib, hozir udalить qilamiz buni ikkitani. Xo'p, udalить qildik. Udalить qilganimizdan keyin keyingisi platya, masalan plyajni modda, adejda platya bu qoladi, shorti qoladi, tunika qoladi, sarafon qoladi, yubka qoladi, top qoladi. Endi kupalniki ham qoladi. Bu qanday qoladi? Masalan, kupalnikini olamiz, bu tarafga o'tkazamiz, nishiga o'tkazamiz. Bu yerda bo'ladi bizda nisha. Keyin aksesuar bizga уже общий bo'lib ketadi, непонятно. Buni udalить qilamiz. Sumka mayli bu ham qoladi. Bu nimani полностью udalить qilamiz. Xo'p, udalить qildik. Udalить qilganimizdan keyin bizda shu qolyapti. Masalan, kategoriya bo'lib turib bu qolyapti. Xo'p, kategoriyada bu qolyapti bizda. Kategoriyada bu modda qolyapti. Xo'p, plyaj nisha bo'lib qolyapti shunda. Buni udalить qilamiz. Xo'p, udalить qildik. Endi bo'ldi, mana ajraldi. Yana endi nima qilamiz? Biz endi bularni ichidan qaysi bo'ladigan, qaysi bo'lmaydigan hammasini через nima tekshirib chiqamiz. MPSTAS. Biz sizlar bilan tovarlarni ko'rib chiqdik. Keraklarni olib qoldik, kerak emaslarni udalить qildik. Endi nima qilamiz? Endi sizlar bilan o'sha tovarlarni shunday tanlab olib turib, nimaga kiramiz? MPSTAS'da SEO moduliga kirib turib, проверка группы запросовga kiramizda tovarlarni masalan o'sha nazvanlarini qo'yib turib poisk beramiz. Poisk berib получить отчет qilamizda, undan keyin bu yerdan masalan 365 kunda vibrat qilamiz. Nimaga 365 kun? 1 yillikda o'sha tovarlar o'syaptimi, tushyaptimi, o'shani tekshiramiz. Trend запрос degan joyga kirib oylik отчетni ko'ramiz. Keyin bu yerdan boshlaymiz ko'rib, полностью qaysi tovar o'syapti, qaysi tovar o'smayapti, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Yana
podrobniy ko'rish uchun masalan o'sha tovarni ustiga mana kupalnik bo'lsa, kupalnikni ustiga bossangiz mana ko'rib turibsiz. Eng pik vaqti masalan iyul oyida ekan. Iyul oyidan avgust oyiga borib savdo tushar ekan. Bu narsaga bu kupalnikka kirsa bo'ladi. Chunki ko'rib turibsiz, o'sgan savdo qilsa bo'ladi. 2 oy 3 oyda anchagina tovar sotib olsa bo'ladi. Shuning uchun bu tovarga kirsa bo'ladi. Buni nima qilamiz? Buni xuddi shunday tovarni yonidan masalan shuni yonidan bitta pustoy joy qilamizda, masalan kupalnik, kostyum kupalniki, значит bunga kirsa bo'ladi. OK qilib qo'yamiz. Xuddi shunaqa sizlar mana shu tovarlarni xuddi men tekshirganda tekshirib chiqasizlarda, mana shu yerdan tekshirilib chiqariladi hammasi. Tekshirib chiqqandan keyin masalan bu yerga hammasiga atmetga qo'yib chiqaradi. Bo'lmaydiganini udal qilib, bo'ladiganlarga OK qilib chiqib turib, keyin o'sha OK qilib chiqilgan tovarlarda borib bozordan Xitoydan o'sha narsalar ko'rilib chiqiladi. Men hozir hammasini qilmadim. Nimaga qilmadim? Chunki hozir bizda agar hammasiga podrobniy to'xtalib o'tilsa, vaqt ko'p ketib qoladi. Shuning uchun men sizlarga bitta obrazец qilib ko'rsatdim. Kupalnik bo'lar ekan, buni kupalnik ko'rsatib qo'ydim. Undan keyingilari masalan xuddi shunday ko'rib chiqasizlar. Bitta masalan tunika bor, tunikani ko'rib chiqasizlar. Mana tunikani kupalnikni o'chirib turib tunikani ko'rsak, tunika ham xuddi shunday masalan o'sgan avgust oyigacha, kimki avgust oyigacha sotmoqchi bo'lsa, o'sha narsaga ham kirsa bo'ladi. Undan keyin ham savdosi bor, lekin susda. Lekin avgust oyigacha faqat o'sgan tovar, bunga ham kirsa masalan bo'ladi. Tunikaga ham kirsa bo'ladi. Shunday nima qilib qo'ysangiz, atmetga qilib qo'ysangiz, OK qilib turib, keyin ichida OKlarni olib turib, bozorlardan Xitoydan, prodayslar o'sha производствоlardan tekshirib, qarab, topib savdoga chiqsalaringiz bo'ladi. Xuddi shunaqa hamma narsani, shunaqa informatsiyalarni yozib chiqasizlar. Undan keyingi yangi tablisada hozir men sizlarga uni ham xuddi shunday qilib ko'rsataman. Unda podrobniy keyin ichiga kirib tekshiriladi. Hozir uni ham ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi tablitsa xuddi mana shunaqa bo'ladi. Ikkinchi tablitsa mana. Ikkinchi tablisada nimalar bo'ladi? Birinchisi o'sha o'zimiz vibrat qilgan masalan mana shu nishalar. Uni kopировать qilib olamiz. Undan keyin o'sha nishalarni qo'yib chiqamiz. Masalan, qo'yib chiqdik. Keyin undan keyingisi organika. Buni qanday tekshiramiz? Masalan, buni через MP-stas tekshirib chiqamiz. Buning uchun biz o'sha tekshirganimiz kupalnikini birinchi tekshirib chiqamiz. Masalan, MP-stas kirganimizdan keyin nima bidder degan joyi bor, avtobidder. Bidderga kiramizda проверка рекламной ставка degan joyiga kirib turib, biz bu yoqqa o'sha kupalniki deb yozamiz. Kupalniki deb yozganimizdan keyin poisk beramiz. Poisk berdik, bizga chiqarib beradi. Nech pul, nechinchi joyga pul to'lash kerak, o'shani chiqarib beradi. Hozir nimagadir kech ishlayapti, mana chiqarib berdi. Xo'p, ko'rib turishlaringiz mumkin. Birinchi joy uchun to'layapti odamlar 369 rubl. Masalan, 369 rubldan to'layapti. Biz shunda birinchi top 100 talikni olishimiz kerak. Top 100 talikni olishimiz uchun 100 tasini shunday kopировать qilib turib, 100 ta mana kopировать qilib olamiz. Kopировать qilgandan keyin tabletsamizga kiramizda pustoy joy olishimiz kerak o'zimizga. Pustoy joyni masalan новый tablitsa qilamiz. Hop, открыть tablitsa, masalan o'sha tablitsani o'zi ochildi, duplikat bo'ldi просто. Biz uni любой mashatiga o'sha sutnalarni poisk qilib chiqamiz. Masalan, o'sha o'zimiz olgan 100 ta joy uchun stavkalarni shunga qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin buni ustiga bitta bossak, общий bu yerda yozib qo'yibdi, средний cena 271 rubl. Средний nima? Reklamniy stavka 271 rubl. Bu средний cena, bu zo'r degani. Kupalnikini biz tekshirgandik. Kupalnikini keyin bularni o'chirib turaylik. Xo'p,
kupalnikini olib qo'yamiz shu tarafga. Biz tekshirganimiz kupalnik edi. 271 rubl kupalniki, uzr. 271 rubl. Bu yerga bunaqa yozsak ham bo'ladi. Stavka top xo'p 100 talik. Stavka top 10 talik deb yozsak, unda adashib ketmaymiz. Masalan, yana endi biz yana nima qilamiz? 10 taligini olamiz endi. 10 talikni ichida masalan xo'p 10 ta bo'lgan tovarni kopировать qilib turib, xuddi shunday yangi tablitsaga o'tamizda. Yangi tablitsaga o'tgandan keyin xuddi shunday 10 talikni вставить qilib turib, 10 talikni srednisini chiqarib olamiz. Srednisi 10 talikda bo'lyapti 369 rubl. 1000 ta prosmotrga sredni stavka bo'lyapti, reklamli stavka 369 rubl. Sredni stavka bo'lyapti. Xuddi shunaqa endi xuddi shunaqa dalshi to'ldirib boramiz. Bu viruchka masalan top 100 taligini hozir olamiz. Top 100 talik masalan top 100 talikni hozir kopировать qilamiz. Mana viruchka ko'rib turibsizlar. Viruchkani top 100 taligini olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun 100 talikni kopировать qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Top 100 talik kopировать qildik. Tablitsaga o'tamizda. Xo'p, yangi tablitsaga buni kopировать qilib chiqamiz. Hozir stavить qilamiz. Bizga srednisi 1.900 hozir 1.911.373 ming sredni savdo bo'lyapti ekan. Hozir 1 million birinchi listga kiramiz. Bu yerga yozamiz 1.911.373 ming sredni 100 talik bo'lyapti ekan. Shunda bizda 10 taliga xo'p 10 taliga qancha bo'lyapti? Shunda hozir 10 taligini hisoblab olamiz. 10 taliga bizda bo'lyapti sredni 3.433 ming 3.433 ming 3.433 ming 37 Xo'p. Sredni endi chekni chiqaramiz. Sredni chek qanday chiqariladi? Sredni chek xuddi shunday. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Sena, mana sena. Shu senani masalan birinchi 100 taligini olamiz. Hozir 100 taligini olamiz. Undan keyin 10 taligini ko'rib chiqamiz. 100 taligi. Xo'p. Xo'p, 100 taligini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqdik. 100 taligini ko'rib chiqsak, shunda srednisini 2478 rubl bo'lyapti. 2478 rubl srednisini bo'lyapti. Xo'p, 2478 rubl. Top 10 talikda bo'lmasam bu top 10 talik top 10 talikda xo'p tekshirib ko'ramiz. Xo'p, sredni bo'lyapti. Shunda top 10 talikda 3094 rubl. Bu zo'r sena. Agar 3094 rubldan sredni sena bo'ladigan bo'lsa, normalniy shunda
ko'rib turibsizlar, top 10 talikda baribir savdo katta bo'ladi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Top 10 talik bo'lmasa ham top 50 talikda savdo qilish kerak. O'shanda tovar yaxshi sotiladi va ko'proq savdo qilsangiz bo'ladi. Bu xuddi shunaqa nima bor odamlar ham birinchi o'zi sotib oladigan klient ham birinchi top 10 talik bo'lmasa ham birinchi masalan 100 talikni ko'radi. Undan keyingisiga kam sotib olishi baribir kam bo'ladi. Bir xil odamlar bor, o'ziga ko'ngliga ma'qul kelmaydi, ko'raveradi, dalsh ko'raveradi, lekin ko'pchilik siraza qaror qabul qiladi. O'ziga yoqqan tovarni ko'rib qolsa, siraza qaror qabul qiladi. Shuning uchun men sizlarga maslahatim, iloji boricha birinchi nimada yuringizlar, tovarda birinchi stranitsada top 100 talikda savdo qilingizlar. Masalan, hozir ko'rib chiqdik, polni tovarlarni ko'rib turibmiz. Kupalnigi yaxshi nimasi bor, stavkasi ham yaxshi ekan, nimasi ham, veruchkasi ham, misol hozir bu sredniy turibdi-da, top 100 talikda. Shuning uchun harakat qilish kerak. Top 100 talikda sotish kerak-da. Stavkasi pastroq tovar tanlash kerak. Undan keyin unit ekonomikasini yaxshi hisoblash kerak. Xudo xolasa biz dalshi ularni to'g'risida ma'lumot berib boramiz. Hozir keyin yana bitta masala, yangi boshqa xil tovar tanlashda ham iloji bor. Uni ham ko'rsataman hozir. Bu turish shu hozir men ko'rsatgan jarayon bo'yicha bularni ham xuddi shunday tekshirishlaringiz kerak. O'shanda keyin sizda qancha ko'p kolичество tovar bo'lsa, shuncha ko'p kolичество bilan siz bozorga borsangiz, sizda shuncha ko'proq shans bo'ladi yaxshiroq tovar tanlashga. Ko'pchilik tovarni analiz qilmasdan turib bozorga borishadi. Keyin nima tovar olishni bilmasdan, masalan, o'zini sotish narxi shuncha, bozorda boshqa narx turibdi, bilmasdan shoshilgandan tovar olib qo'yadi, keyin sotishda problema bo'ladi. Shuning uchun ko'proq tovar analiz qilib, keyin bozorga borishlaringizni maslahat berardim. Hozir qaysi yana bitta uslub bor, lekin uni men sizlarga maslahat bermayman, lekin agar o'zlaringiz xohlamasalaringiz tovar kirib tekshirishni, analiz qilishni yana bitta yo'li bor. Masalan, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, prodajasini, nimasini hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p, hozir stavkasi hozir original mayli, keling shuni ko'ramiz. Bu yangi ekan, yangi tovar. Uni ichiga kirib ko'rsak, xo'p, ko'rib turibsizlar. Bu prodavez oldin ham tovar sotgan. Uni magaziniga kirib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, to'lka o'sha kupalniki женский, мужской shu plyajni kiyimlarni sotar ekan. Buni значит opti bor. U odam bu tovarni tanlashdan oldin anchagina analiz qilib qo'ygan. Buni ko'rib turibsizlar. Agar sizlar ham shu tovarni olib turib sotsalaringiz bo'ladi. Nimaiki bu prodavez sizlardan oldin bu tovarni yaxshi analiz qilib, masalan, sotilmasligini polni hamma taraflama tekshirib ko'rib, keyin bu tovarni o'ziga magaziniga qo'ygan. Novi tovar ko'rib turibsizlar. Shuning uchun shu tovarlarda masalan shunaqa eski opti bor odamlar, masalan opti bor prodavezlar o'zini magaziniga qo'ygan tovarni masalan olib turib, o'sha tovarni masalan tunika, rubashka, plyajni deb yozilganida olib turib, MPS'da tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, savdosi har kunligi bor. Mana tushgan vaqtida o'sha savdo bo'lyapti. Siz ham xuddi shunday yangi tovarlarda agar opti bor sellerlar bo'lsa, o'shalardan olib turib, MPS'ga kirib, MPS'dan o'sha tovarni tekshirib ko'rib, agar stavka reklamasi sizga to'g'ri kelsa, keyin sotilishi yaxshi bo'lsa, masalan, o'sha tovarlarni masalan siz ko'rsangiz, polni tekshirsangiz, sizga ma'qul kelsa o'sha tovar, siz ham olib turib sotishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Uzr, adashibman. Poisk qilamiz. Undan keyin biz o'sha narsani yozamiz, rubashkani masalan chiqarib beradi. Xo'p, tekshirib ko'ramiz, xuddi qanaqa nimada ishlayapti. Mana ko'rib turibsizlar, sotuvi yaxshi.
значит o'sha tovarni u odam birinchi bu prodavец sizdan oldin anchagina analiz qilib ko'rgan. Shuni siz ham kirsangiz bo'ladi. Bu yangi tovar ekan, ko'rib turibsizlar. Chunki bu oldindan bu tovarni analiz qilib, o'sha ko'rib turibsiz, razmerni radi ham yo'q. Sizlar ham o'sha narsaga kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Продажasi yaxshi ekan. Xullas shunaqa o'xshash, shunga o'xshash masalan analiz qilib ko'rdingiz. O'zingizga tovarlarni vibrat qilib oldingiz, 10 tami, 15 tami, 20 tami, 100 tami. Keyin o'shalarni shunaqa yo'l bilan ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi-da. Masalan, kupalniki, mana kupalnikini ko'ryapmiz. Mana ko'rib turibsiz. Mana yangi tovar. O'shani ustiga bosasiz, yangi tovarni kirib turib, yangi tovarni ko'rsangiz, u prodavец bundan oldin ham tovar sotgan, mana ko'rib turibsiz. Qo'ygan kundan o'sha prodaja boshlangan. Xuddi shunaqa tovarlarni siz ham obrazец olib turib sotsangiz bo'ladi. Bu eng oson tovar tanlashda bitta yo'li bu ham. Lekin bu yo'lda faqat birinchi o'chratda FBS'da sinab ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Bu har doim ham nima deydi, yaxshi rezultat bermaydi. Shuning uchun birinchi o'chratda buni FBS'da sinab ko'rib, keyin Facebook'ga nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, hammalaringizga rahmat. Videoni ko'rganlaringizga, agarki biron savollaringizga javob bera olmay ketgan bo'lsam, biron siz kutgan narsalar bo'lmay qo'ygan bo'lsa, siz kutgan narsalar aytib o'tmagan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Kommentariyaga yozingizlar, yo bo'lmasam личный сообщениеga или chatga yozingizlar, обязательно biz javob beramiz har bitta nimaga, savollaringizga. Xo'p, keyingi nimada xudo xolasa sizlar bilan SEO optimizatsiyani ko'rib o'tamiz. Kartochka to'ldirish, SEO optimizatsiyani ko'rib o'tamiz. Hammalaringizga rahmat. Keyingi haftagacha xayr. Ko'rishguncha.